Rivoyat qilishlaricha bir kishining sigiri bor edi. Uning sutini sotishda unga suv aralashtirardi. Bir kuni u sigirni boqadigan yaylovga katta sel keldi. Sel uni oqizib ketdi va sigiri nobud bo'ldi. Keyin bo'lsa uning egasi g'amgin bo'lib, sigiridan ayrilganidan qayg'urib o'tirib qoldi. Shunda uning farzandlaridan biri: "Otajon, ko'p ham qayg'urmang. Biz sutga ko'paytirib aldab sotish uchun aralashtirib kelgan suvlar yillar mobaynida ko'payib, to'planib, oxiri sigirimizni oqizib ketdi", dedi. Ibrat tarzida shuni aytish mumkinki, odamlarni aldash og'ir gunohdir. Har qanday gunohning jazosi muqarrar. Shunday ekan, hayotda hech kimni aldamaslik insoniylik burchlaridan sanaladi. Kimki aldasa, o'z aldovining qurboni bo'ladi. Har qanday aldov oxir oqibat o'z oqibati bilan qaytadi. Halol rizq barakali, nohaq yo'l esa musibat keltiradi. Bugungi manfaat deb qilingan xiyonat ertaga kechirilmas musibatga aylanishi mumkin. Inson qilgan har bir ishi uchun javobgar. Shuning uchun hayotda hamisha rostgo'y va halol bo'lish kerak. Halollik haqiqiy omad kalitidir.